Assalomu alaykum aka gapdosh qo'llari xonadonlar uydagilar billah hamma yaxshimi Allohimga hamd sanolar shukr olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsun. Mahmudjon aka hoji akamga Mutakaradni akamizga Abdulla aka Bahrom aka hoji akamga Nodir aka Avaz aka Arqam aka hoji akamga mana ikki xonimizdan olib ketishyapti. Ikki xonimizdan kasb-ko'llariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilib olib ketishyapsa Alloh taolo niyatlarini safarlarni beqatar qilsin. Amin. Allohu akbar. Akalar kecha TD'larda shu juvanachalarni ko'rib qolib ko'pchilik sotilamdi yo sotilmaydi bu Qahramonjonni kaptari. Qahramonjon agar yo'q desa keyin odamlarga aytdim. Ilyosxonni ham Oqto'g'lilarda aytib qo'ydim, Qozog'istonlik ko'rib turib, aka Ilyosxondan ortsa deb aytgan ekansiz, men oldim kaptarlar, to'rovni olishdi. Ikkitami bitta kaptarim qoldi. Qolgan kaptarlar tugadi, xudosi yangilik esa yana chiqarib beramiz. Toshkentga, Samarqand, Buxoro qaysi shaharga bo'lsa shopillar bor, xudosi qo'ldan kelsa harakat qilamiz. Mana shu hali Toshkentlik o'sha Qahramonjon degan ana bo'lmasa tuxum ham qo'yib qo'yibdi. Mana Toshkentlik xonimizni kaptarlari bitta ko'rib olasiz. Soppa-sog' hammasi bexijolat. Ikkita moda bitta nar chiqadi. Juvonasi sizga sovg'a. Juvonasi sizga sovg'a mana. Bitta ko'rib olasiz kaptar. Ikkinchisini ham qo'yadi atpay tuxumini. Ikkinchisini ham qo'yadi. Mana birinchisi. Mana akamiz telefon qilishib sizga. Buni ikkinchisi. Mana. Buni qiyiq bunisi. Qahramonjon mana bunisi qiyiq. Mana. Ko'rib oling. Mana endi uchinchisi. Bu uchinchisiga sovg'a. Buni yegar chiqarmikin dedim. Endi bu kaptarlarni shanori soatlar 5 soat, 6 soat, 7 soat, 8 soatda ham suti tushadi, bo'lmasa yo'q. Bu kaptarlarni kimdir petnoq qilib qo'yib qo'yibdi, egasi osindi bozor tepasiga qo'yib qo'ydim. Chiqmadi sizga bu sovg'a bu mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana endi tuxumini xudo xolasa birinchisini qo'yibdi. Ikkinchisiga agar qo'yadigan bo'lsa, mana paxtaga hozir suvda qilib solib beraman. Inshaalloh mana paxtada xudo xolasa akam ehtiyot qilib olib ketishadi mana. Mana. Mana shunday holatda borsa qimillamaydi, tuxumi shiqillamaydi. Mana chiroyli qilib korobkaga solib qo'ydim. Hozir adashib qo'y. Mana bo'ldi. Mana. Chiroyli qilib solib beraman, xudo xolasa olib ketishaveradi inshaalloh. Mana. Bo'ldi mana. Ham to'g'ri olaman. Bo'ldi. Buni shunda solish kerak, ha, sog'oramiz. Ular solib turib, keyin solish kerak ekan, men shoshilib qolibman, ha. Mana ba'y ham kirdi mana. Ba'y ham kirdi. Bu tomoni ham kirdi, xudo xolasa. Sekin ehtiyot qilib sindirmasdan olib ketsangiz, xudo xolasa bo'ldi aka, xudosi bo'laveradi mana. Videolarimiz onlanib, Ilyosxonni kaptarlarini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa Rossiyada turgan Salimjonmi, ko'g'am butun bozorlik ukamizni Versace'ning kaptarlari bor. Ballari podarka bo'ldi. Tutda oyog'iga kaliso deb qo'yganman. Kalisolarni ham qo'yib beraman, ularni ham qo'yib beraman. Videolar onlanibdi, rahmat deb bitta like bosib qo'yinglar.